Yaqinda uchrashdik o'zi. Muqimga er-xotin. Xotin chaladi, so'qadi. Shaxsan o'zlarining qo'llaridan 41 yillik xizmatlari munosib taqdirlanib O'zbekiston Respublikasi charchagan. Yurib ketamizmi desam, charchamadingmi? va yana bitta narsa Yaxshimi? sizlarga bolalarini o'tgan kunlarda Xudo rahmat qilsin, Allohimizni Chortoqqa Namanganga borganmiz. Do'stlik shunchalikki, mana shu do'stlik sizni kelib xursand qilishgacha olib keladi. Buni aytayotdiki, 41 yil jang qildilar. Biron marta kapelitsa olmagan. Biron marta ukol olmaganlar. Ko'z tegmasin. Eldan qolib ketmay, elda xizmatini qilay deb uxlab qolsam, elda bir xizmatini qilolmay qolaman. Ular bir nimasini, kayfiyatini ko'tara olmay qolaman degan bir ajoyib so'zlar bor-da. Bunaqa insonlarni hurmat qilmay qoladimi? Albatta. Mana jon fido qilib kelib, sizlarni mana shu bugungi oqshominglarni shunaqangi nurga to'ldirib o'tiribdi-da. Bu do'stlar davrasi. Bizani Malika Qayumani bilasizlar? Qaynona, super qaynona, ular ustozlar. Ana o'sha super qaynonada necha yil bo'ldi, esimda ham yo'q. Biz mana shu davrada hammamiz tanishganmiz. Ko'rasizlar, aktrisalar, xalq darg'alari, jurnalistlar, hepsi bor. Lekin har joyda, har kunda, har davrada biz chipsmiz, yelkadoshmiz, kiftdoshmiz. Ana mana shunaqangi do'stlar davrasida o'tiribsizlar. Hammanglarga sog'lik, salomatlik. Xuddi bizga o'xshagan chips bir-biriga bir qovushib, bir-birini qoldirmaydigan darajada yurishinglar. Ana endi sizga navbat. Va bir chapechalaylik. Motor degan narsa charchab qoldi. Hamma sababli hozir mana shu yerga idora kelib qoldi. Lekin shu yerga kelib, o'ylandi. Oldimizdan. Charchaganlarda deb o'yladim. Sizlar bilan mana birgalikda romaniyamiz, olyapmiz. Qolaversa mana shu klinikani juda ham bag'ri keng ekan. Çünkü qancha san'atkorlar kelib licheylarni olib ketishyapti-da. Yana hozir yana kelishadi. Hozir syomkaga kelishadi. Bugun taqdirlar nimasiga hozir bir og'iz so'rasa ruxsat berdi rahbarlari, xo'p deb ruxsat berdi-da, hozir yetib kelishadi. Ular hozir mana shu yerda taqdirga ekan. Mana shu yerda ishlayotgan barcha shifokorlar bilan charchashmasin. Xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Xonadonlar tinch bo'lsa, bemalol kelib ishlab, chiroyli kunlar shirin bo'lib, bizga o'xshagan bemorlarni davolab chiqarishadi. Uylarida bir tinchlik bo'lmasa, shifokorlar ham inson tilidan bir shirin til chiqish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bularning ham xonadonlarida tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Bolalar bilan hamisha rohatlanib yurganlar. Har doim xursand bo'lib, yuzlarida gul yashnar. Sizlar bo'lsa, men ham sizlar qatoriylaraman, ilohim. Mana shu umid bilan kelamiz, shu dardlarimizga Alloh shifoi berib, mana shu kunlarda ilohim shifolarni olib, xursand bo'lib ketish hammamizga nasib qilsin. Endi sizlar bizga shu aytgandi, mana Birnozaxon birga teatrda ishlaymiz. Musiqali teatrda.
Kuzeyapa tanisida dutorchi qizlar pedagoglar, rus tilidan dars beradi. Shoirai davronimiz judayam pedagoglar, Malika Tofiq, Yulduz Usmonovani hamma chiroyli qo'shiqlarini ana shu xotin yozgan. Juda chiroyli nimalarni. Ana endi bitta mehri giyoyimiz deymiz. Mana shu guruhimizni necha yildan beri juda ko'pchilik bo'lamiz. Saralab inson aytadi, do'st topish juda ham qiyin. Hayotda yaqin inson topish qiyin. Shu guruhimizda to'plab mana shu sanoni qo'yamiz. Chunki biz bir-birimizga jondoshmiz, qondoshmiz. Har doim bir-birimizga kuyunib turamiz. Ana shu eng mehri giroyimiz, eng kuyunchagimiz ana shu jurnalist Xolida xonim. Bir-birimiz bilan hech qachon turib olib, ko'rdik suratga. Voy, mana palonchi bo'pti, mana pistonchi bo'pti degan narsalarni gapirmaymiz. She'rlar aytamiz. Chunki shoirlarimiz bor, qo'shiqchilarimiz bor. Chiroyli qo'shiqlarni aytamiz. Ina orasida endi ustozim bor edi, Malika Qayum. Ular bilan super qaynonadan atrifkalarni ham qo'yib berardik-da, o'zimiz xursand qilardik-da. Qo'yib atrifkalarni mazza qilib davolardik. Endi hozir men juda ashulachi emasman. Spektakllarda ariyalar aytamiz. Hozir ular kelib ashulalar tez nima qilishimiz kerak. Ular kelib esa xalaq berib qo'yamiz. Endi hozir bular juda ham yaxshi ishlaydi. Yoshliklarimizda aytgan chiroyli qo'shiqlarimiz bor, spektaklda. Shularda nima shunchaki? Endi ovozim yaxshi. uzrlar bog'chalarida qizil gullar terganda dedim sen cananlarni cananni ko'rganda dedim sen bog'chalarda qizil gullar terganda dedim sen cananlarni ko'rganda dedim sen dunyoda seni kechalim yonga bu şart günü yıllar boyu sevdim ben. Dünya kadar sevip seni canım kim yanımda kim bu şart günü yıllar boyu sevdim ben. Men umrimni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib qo'limga bir kitobni tutib taqdirimni yozib ketibdi. Hatto yuzim bir bor ko'rsatmay izlarini chizib ketayapman. Yoshlikni tashlab, bahorni tashlab, goho yig'lab, goho kulib, goho
unsiz iyrar. Har bahorda bir yo'qlab kelir, yoshimizga yosh qo'shib ketarmish. Go'yo menda alamim bordek, sochlarimga qon yog'dilarmish. Men umrni ko'rmay qolibman, jonginamdan o'tib ketibdi. Peshonamga ajinlar chizib, suratini chizib ketibdi.